Assalomu alaykum. 104-quyidagi masalani ishlanishini ko'rib chiqamiz. Ikkita natriy ishqori eritmalarining konsentratsiyalari orasidagi nisbat 1:3 ga teng. 1:3 ga teng. Demak, birinchi eritmamizning molar konsentratsiyasi 1 bo'lsa, ikkinchi eritmamizning molar konsentratsiyasi 3 bo'lishi mumkin. Ikkala eritmaning umumiy hajmi 30 litr bo'lsa, suyultirilgan eritmaning hajmi necha litr bo'ladi? Qavs ichidagi ma'lumotga e'tibor beramiz. Ikkala eritmada bir xil massada natriy OH eritilgan. Ikkala eritmada bir xil massada natriy OH eritilgan degani ikkala eritmada ham bir xil mol miqdorda natriy OH bor degani. Demak, biz ikkala eritmada ham 3 mol natriy OH bor deb olamiz. Mana bu yerdan ko'rinib turibdi. 1 litr eritmada 3 mol natriy OH bor. Demak, 3 mol natriy OHimiz 1 litr eritmada bor. Bunisida esa 1 litr eritmada 1 mol natriy OH bor. Lekin bizga mol miqdorlari teng bo'lishi kerak. 3 molga 3 mol bo'lishi kerak. 3 mol eritmamiz endi 3 litr eritmada bo'ladi. Chunki mana 1 litrida 1 mol, 3 litrida 3 mol bor. Shunda jami eritmalarimizning hajmi 4 litr bo'ladi. 4 litr eritmada bizdan so'ragan narsa nima? Suyultirilgan eritmaning hajmini toping. Xo'p, jami masalamizning shartiga ko'ra 30 litr eritma bor. Ana shu 30 litr eritmadagi suyultirilgan eritmani hajmini so'rayapti. 4 litr eritmamizda qancha suyultirilgan eritma bor edi? Suyultirilgan eritma qaysi biri? Molar konsentratsiyasi kichkina bo'lgan eritma suyultirilgan eritma hisoblanadi. Demak, bunda nisbatan suv ko'proq. Bu eritmamizning molar konsentratsiyasi kattaroq, demak bu yerda erigan moddamiz miqdori ko'proq, suv esa nisbatan kamroq. Demak, mana bu konsentratsiyadagi eritmamiz necha litr bor oldik biz? 3 litr oldik. Demak, mana bu 4 litr eritmani ichida 3 litr suyultirilgan eritma bor edi. 30 litrda esa qancha? Proporsiyani ishlaymiz. 30 bilan 4 ni qisqartirib yuboramiz. 15 ga 2 qoladi. 15 ni 3 ga ko'paytiramiz. 45, 2 ga bo'lamiz. 22,5. 22,5. Javob shu.